هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kahf tefsiri 83. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Kahf 83. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula yeni Yahudiler senden Zulkarneyn doğruluk soruşudu. Sizlerge men onun kıssını vahiy asasıda bayan kılamayan degin. Onunla biz ziminde hakikaten güç kudret ata kıldık. Onunla öz məqsədəgi yetişinin bütün yollarını asanlaştırıp verdik. Zulqarneyn'in qıssısı. Allah Teala peyğəmbərə mındaq deydi. Ula yeni Yahudiler senden Zulqarneyn doğruluq soruşudu. Sizlərge men onun qıssını vahiy asasıda bayan qılamayan degin. Biz yuqorida Mekke'nin kafirlerinin Yahudilarga uladın Peygamber aleyhisselamdan soraydigan nas sorab Adem evetkenlikini. Yahudilarning sizlar uningdan ziminni kezib yurgan kishidin, qilmishlari bilinmagan yigitlardan va ruhdin so'ranglar deganligini va shuning bilan Kahf surasining tushganligini bayon qilib o'tdik. Zulqarneyn'in katta padişah ekanligi. Onunğa biz ziminde hakikaten güç kudret ata kıldık. Yani biz onunğa padişahlarda bo'ladigan kudret, asker, uruş ve qo'rshash saymanları to'liq bo'lgan katta padişahlıkni ata kıldık. Şunu o ziminning sharq ve g'arblargacha padişah bo'ldi. Onunğa barlıq şəhərlər boysundu. Həmmi padişahlar baş əgdi. Meyli Ərəb ya ki başqa bir millət bolsun, həmmisi onun xizmətində boldu. Şunu bəzi alimlar o Zulqarneyn, yəni qoş müngüzlük deb ataldı. Çünki o quyoshning ikki müngizi bo'lgan sharq bilan g'arbga bağan dedi. Onunğa öz məqsədiga yetişinin bütün yollarını asanlaştırıp verdik. İbn Abbas radiyallahu anhuma, Mücahid, Sa'id ibn Cübeyr, Ekrime, Suddi, Qatada, Zahhak ve başqalar bu ayetin mənası haqqında onunğa öz məqsədiga yetişi üçün bütün işlarda ilim verdik deganlikdir dedi. Qatada bu ayetin mənası haqqında onunğa ziminning yollarını ve onun belgilerini bədoq deganlikdir dedi. Allah Teala Bilqis to'g'risida mundaq dedi. Onunğa o'ziga ve saltanatiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. Ya'ni onunğa padişahlarga keraklik bo'lgan hamma narsalar berilgan ekan. Shuningdek Allah Teala Zulqarneynning iqlimlarni, yezi qishloqlarni, shaharlarni va ziminlarni fathi qilishga yo'llarni va sabablarni osonlashtirib berdi. Düşmanlarning hayvisini sundirdi. Padişahlarni baş egdirdi va mushriklarni bo'ysundurdi. Onunğa öz məqsədiga yetishning padişahlarga keraklik bo'lgan bütün yolları osonlashtirib berildi. Rastını bilgici Allah Teala'dır. Zulqarneyn Allah onun asanlaştırıp bergen yolğamandı. O
kun betish tarafga yetib borganda kunning qarilayliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. U buloqning yonida bir turli qavmni uchratdi. Biz ey Zulqarnayn, sen ularni jazolig'in yoki ularga yaxshi muomalada bo'lg'in dedik. Zulqarnayn aytdi: kimiki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan u Rabbining dargohiga qaytariladi. Rabbi uni qattiq jazolaydi. Kimiki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. Zulqarnaynning g'arbga borganlik. Zulqarnayn Allah onunğa asanlaştırıp bergen yolga mаңды. Mujahid bu ayetning ma'nosi haqida u sharq bilan g'arbning orasida yo'lda mаңды, sharq bilan g'arbning orasidagi yo'lda mаңды dedi. Qatada bu ayetning ma'nosi haqida u zaminning yo'llarida va uning nishonlarida mаңды dedi. U kun betish tarafga yetib borganda, ya'ni u yo'l yurib g'arb tarafda zaminning eng yiroq yerlargacha bordi. U bo'lsa-mu zaminning g'arbidir. Ammo osmon tarafdan kunning g'arbiga yetmak mumkin emas. Qissachilar Zulqarnayn zaminda bir mezgil mаңgandan keyin kunning kirib ketish o'rni uning orqasida qolgan deb bayon qiladi. Bu asosi yo'q so'zdir. Buning ko'pinchisi Yahudi, Xristianlar va ularning ichidagi yolg'onchilarning to'qib chiqqan o'ydirmalaridir. Kunning qarilayliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. Ya'ni u quyoshning dengiz okeaniga kirib ketganligini ko'rdi. Dengizning bo'ylariga borgan har qanday kishi quyoshning xuddi dengizga kirib ketgandek ko'rdi. Quyoshni xuddi dengizga kirib ketgandek ko'rdi. Amaliyotda bo'lsa, quyosh o'zining 4-mingish orbitidan ayrilmaydi. U buloqning yonida bir turli qavmni uchratdi. Ya'ni bu qavm insonlarning ichidagi katta bir qavm edi deb bayon qilindi. Biz ey Zulqarnayn, sen ularni jazolig'in yoki ularga yaxshi muomalada bo'lg'in dedik. Ya'ni Alloh taolo Zulqarnaynni ularga hukmron qildi. Ular to'g'risida hukm chiqaradigan qildi. Ularga qarshi uningga g'alaba berdi. Alloh taolo uningga agar xolisa ularni o'ltirib bola chaqalarini asir elish yoki xolisa yaxshilik qilish yuzidan ularni qo'yib berish yoki fidya elib qo'yib berish ixtiyorini berdi. U o'zining mu'minligi va odilligi chiqib turadigan so'zini qilib mundaq dedi. U o'zining mu'minligi va odillik chiqib turadigan so'zini qilib mundaq dedi. Kimiki zulm qilgan bo'lsa, ya'ni kimiki kofirligida va shirkligida davom qilsa, biz uni jazolaymiz. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida biz uni o'ltiramiz dedi. Ondan u Rabbining dargohiga qaytarildi. Rabbi uni qattiq jazolaydi. Bu oyatda qiyomatning bo'ladiganligiga va u yerda mukofot va jazoning borligiga dalil pokit bordir. Kimiki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, ya'ni kimiki bizning shirki yo'q, bir Alloh taologa ibodat qilishdan iborat chaqiriqimizga ergashsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Ya'ni uningga oxiratda Alloh taolaning dargohida eng yaxshi mukofot berildi. Uni qulay ishga buyuramiz. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida uni yaxshi ishga buyuramiz deganlikdir dedi.
Ondan Zulqarnayn Allah onunğa qolaylık qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Zulqarnaynning sharq tarafga borganligi. Ya'ni u kun petishdan kun chiqishga yo'l oldi. U har qanday qavmning qishidan o'tsa, ularni mag'lub qilib, o'ziga bo'ysundirdi va ularni Alloh taologa iymon etishga chaqirdi. Agar ular uningga o'z ixtiyorlik bilan bo'ysunsa, bo'ysundi. Agar undaq bu qilmasa, ularni kuch bilan bo'ysundirdi. Ularning mol dunyosini oldi va har qavmdan qo'shni iqlimdagilar bilan bo'ladigan urushda askarlariga yordamlashib beradigan kishilarni oldi. U zaminning kun chiqish yeriga borganda kundan saqlanadigan hech narsa yo'q qavmni ko'rdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ya'ni ularning o'zlarini kunning haroratidan saqlaydigan binosi va yoki dal-daraxi yo'qdir. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida rivoyat qilinishicha, ular hech narsa unmaydigan yerda yashaydigan odamlarmish. Ular kun chiqqan chaqda yer ostiga kirib oladi ekan. Kun egilgandan keyin kirib olgan yerlardan chiqib, etizliqlarga va turmush yo'llariga mangadi ekan dedi. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Mujahid va Suddila bu oyatning ma'nosi haqida biz uning va askarlarining barliq ahvollarini bilib turamiz. Ularning qavmlari boshqa yerlarga bo'linib ketgan bo'lsa-mu va ular bilan yer yeriladigan bo'lsa-mu, bizga ularning ahvolidan hech narsa yoshirin emas. Chunki Alloh taolo shubhisizki osmon va zamindagi hech narsa maxfiy emas bo'lgan zotdir deganlikdir dedi. Ondan u Allah onunğa qolaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilini bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular: "Ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma silib berishing uchun sana bir qism millimizni bojga o'xshash to'lasak bo'lamdi" dedi. Zulqarnayn aytdi: "Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga beradigan melinglardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma silib beray. Menga temir parchalarini ilib kelinglar.
tömür parçaları dövülünüp ikki tağının arası tekşi boğanda köyüklerini besinglar. Tömür parçaları kızıp ottek boğanda u bana eritilgen misni beringlar üstüge tükey dedi. Zulqarnaynning Yajuj Ma'jujlarning ziminiga borganligi va u yerda to'sma solganligi. Alloh taolo Zulqarnayndan xabar berib mundaq deydi. Ondan u Alloh uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Ondan sharqdan yo'lga chiqib ikki tog' orasiga yetib keldi. Bu oraliqida azroq araj, bu aralıqda azroq araj, ya'ni yo'chiqba ikki tog'dir. İki tog' orasidagi shu arajdan Yajuj Ma'jujlar turklarning ziminiga chiqib, u yerda buzg'unchilik ilib boradi. Ziraatlarni xonavayron qilib yetadi va oldiga uchirgan hayvonlarni yeb tugitib, hayvonlarning naslini quritib yetadi. Yajuj Ma'jujlarmu Adem neslidandir. Bu vaqtda İmam Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo qiyomat kuni ey Adem deydi. Adem alayhissalom, "Xo'sh Rabbim" deydi. Alloh taolo balalaringdan dovzaqqa avatilgan bir bo'likini dovzaqqa avatgin deydi. Adem alayhissalom, "Ey Rabbim, dozaqqa avatilgan odamlarning miqdori qanchalik?" deydi. Alloh taolo, "Har 1000 kishidan 999 dozaqqa avatiladi" deydi. Buni anglab, har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi va yoshlar qirib ketadi. Ondan Payg'ambar alayhissalom, "Sizlar Yajuj Ma'jujdan iborat ikki millat bilan birga bo'lasizlar. Bu ikki millat qitilgan tarafning soni bek ko'payib ketadi" dedi. Bu ikki millat qitilgan tarafning soni bek ko'payib ketadi dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilini bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Yani ularning so'zlarini tushungili bo'lmasligi, ularning so'zlarining yot bo'lganligi va kishilardan yiroq yashaganligi uchundir. Ular ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilg'uchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma selib berishing uchun sana bir qism melimizni bojga o'xshash to'lasak bo'lamdi dedi. İbn Jurayj Ataidin İbn Abbas radıyallahu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida ular biz sana bir qism melimizni haqqinga to'lasak bo'lamdi dedi deganlikni rivoyat qildi. Ya'ni ular mollarini to'plab Zulqarnaynning o'zlari bilan Yajuj Ma'juj orasiga bir to'sma selib berishi uchun uningga berishmoqchi bo'ldi. Ammo Zulqarnayn iffetlikligi, diyonetlikligi, o'ngluqligi va yaxshiligini ko'zlaydiganligi bilan mundaq dedi. Ve yaxshilikni ko'zlaydiganligi bilan mundaq dedi. Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga beradigan melinglardan ortiqdir. Sulaymon alayhissalom mu shundaq degan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Elçi Sulaymanning oldiga yetib kelganda Sulaymon aytdi: "Sizlar menga mol bilan yordam qilmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Balki sizlar so'g'anlar bilan ko'ranglab ketsizlar." Ya'ni Zulqarnayn, Alloh taolo menga bergan podshohlik va kuch-qudrat sizlar bermoqchi bo'lgan mol dunyodan yaxshidir. Sizlar menga yordamlashinglar dedi. Bana Adem küçü yardım qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma selib beray. Bana tömür parçalarini elib kelinglar. Ya'ni tömürlarning har bir parchasi kesakdek keladi.
Tömür parçaları dövülüp iki tağının arası tekşi boğanda, yani tegidin başlap birini yani birinin üstüge koyup, uzunluğu ve toğırlığı iki tağının çoğusu bilen tekşi boğanda, köyüklerini besinla tömür parçaları kızıp ottek boğanda, yani o tömürünün üstüge ot yıkıp, tömür goya ottek kızıganda bana eritilgen misli berinla üstüge tökey dedi. Ula yani Yacuc Macuc onun üstüge çıkışkımı, onu teşkimi kadir bulalmadı. Zulkarneyn etti. Bu yani tosmanın berpa kılınışı Rabbimning ni'metidir. Rabbimning va'dasi ishga oshganda u uni tüp-tüz qilib etadi. Rabbimning va'dasi haqdir. O kunda, yani qiyomat kunida qistonchilikdan kishilar bir-biriga giralashtirib, kishilarni bir-biriga giralashtirib etamiz. Sur chelinadi. Ularni hisob uchun yig'imiz. Tosmaning Yacuc Macuclarning chiqishini to'sadiganligi va uning qiyomatga yaqin tüp-tüz qilinib ketadiganligi. Allah Teala Yacuc Macuclarning tosmaning ustiga ortilib chiqolmaydiganligi yoki uning ostini teshalmaydiganligidan xabar berib mundaq dedi. Ular, yani Yacuc Macuc uning ustiga chiqishqimi, uni teshishkimi qodir bo'lolmadi. Bu ayette ularning tosmini teshishdak ishlarni qilolmaydiganligiga dalil pakit bordir. İmam Ahmad Payg'ambar alayhissalomning ayoli Zeynep binti Jahshning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom uyqusidan yüzü qip-qizil oldi uyg'onib, la ilaha illalloh, yiqilishib kelayotgan yomonlikdan arabga voy. Bugün Yacuc Macuclarning tosmasidan mushunchilik ichildi deb cho'ng barmoqi bilan ko'rsatkich barmoqini halq shaklda ko'rsatib, halq shaklda qilib ko'rsatdi. Men, ey Allohning payg'ambari, ichimizda yaxshi kishilar bo'lsa-mu, hammamiz halok qilinib ketamdiq, dedim Payg'ambar alayhisalom. Agar yomonlik ko'payib ketsa, shundoq bo'ladi, dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy ve Muslim rivayet qilgan. Subhanalloh. La ilaha illalloh. Zulqarnayn tosmini selib bo'lib mundaq dedi. Bu, yani tosmining barpo qilinishi Rabbimning ne'matidir. Yani ular bilan Yacuc Macuclarning orasida Yacuc Macuclarning zaminda buzg'unchilik elib berishidan to'sib turadigan tosmining barpo qilinishi Rabbimning ularga bo'lgan ne'matidir. Rabbimning va'dasi ishga oshganda, yani Rabbimning haq va'dasi yaqinlashganda u uni tüp-tüz qilib etadi. Yani Allah Teala uni zamin bilan teng bo'ladigan holda tüp-tüz qilib etadi. Rabbimning va'dasi haqdir. U sheksiz shundoq bo'lguchidir. O kunda, yani qiyomat kunida qistonchilikdan kishilarni bir-biriga giralashtirib etamiz. Bu Yacuc Macuclar kishilarning orasiga chiqqanda shundoq bo'ladi. Bularning hammasi qiyomat bo'lishdan burun va Dajjal chiqib bo'lgandan keyin bo'ladi. Buning tafsiloti Allah Taala xolisa buning tafsiloti Allah Teala xolisa Enbiya surəsinin 96-97 ayetlərinin təfsirində keladi. Sur çelinidi. Bu İsrafil aleyhisselam çaladigan surdur. Bu haqda köpləgən hadislər bayan qılındı. İbn Abbas radiyallahu anhuma və Abu Sa'id qatarlıqlar Peyğəmbər aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men qandaqmı xoşallanaman, surunun egisi suruni ig'iziga ilib bo'lgan, beshini ekkan va quliqini din tutgan holda buyruqning kelishini kutayotgan tursa, dedi. Sahobalar, biz nima deymiz, dedi.
Peygamber aleyhisselam bizge Allah Teala yeterliktir. Allah Teala nime degan yaxshi kepil. Biz özlerimizni Allah Teala'ga tapşırdık dengla dedi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Ularni hesap için yığımız. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Aytqinki ilgirkiler ve keyinkiler ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda toplanadi. Ularni, ya'ni insonlarni mashhargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini mi qoldirib qo'ymaymiz. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Sura Kahf tafsiridan 99. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.